Kindagi Samarqand darvozaga keldi. Bu yog'imiz Qoratosh, orqamiz Durujba. Bu yoqda Suzukota masjidi joylashgan. Zo'r lokatsiyaga tushgan kottejimizni bugun sizlarga ko'rsatamiz. To'rxonadan iborat. Narxi Qoratoshdagi to'rxona domla bilan bir xil bo'ladi. Qoratoshdan kirib ketish, Suzukota masjidiga chiqib ketish yo'li. Masjidda kottejlarimiz qurilgan edi. Bir donasi qolgan. Mana shu ugulovga tushgani qolgan. Bugun shuni obzor qilib beraman. Mashinani ko'chaga qoldirib, shu eshikdan kiriladi. Ozgina bardakligiga e'tibor bermaysizlar. Kirganimizda chap qo'limizda oshxona joylashgan. Oshxonamiz oynasi ko'chaga qaragan bo'ladi. Juda ham chiroyli. Kottej 2 etaj qurilgan bo'lib, birinchi etajimizda oshxona, zal va bitta sanuzel joylashgan. Zaldan ko'chaga, ya'ni orqa hovliga chiqsa bo'ladi. Orqa hovliga bitta letniy kuxna chiroyli qilib tushirsa bo'lar ekan. Havo aylanishiga, yorug'likka bu orqa hovli tashab ketilgan. Birinchi qavatdagi sanuzelli konsoli bo'ladi. Zinani tagidan unumli foydalanilgan. Bismillah deb ikkinchi qavatga chiqib oldi. Ikkinchi qavatda 3 ta xona bor. 3 ta xona asosan yotoqxona sifatida foydalansanglar bo'ladi. Bu xonani родительский spalniy qilsanglar bo'ladi. Родительский spalniydan chiqishimiz bilan yana bitta детский xona, bu tarafi ko'chaga qaragan oynalari. Bu 3-xonamiz. Juda ham chiroyli remont qilib qo'yishgan. Kirgan odamga yoqadi, uyutli hovli. Ikkinchi etajimizdagi ikkinchi sanuzelimiz. Ko'rganinglar ushbu Toshkentning kimligida joylashgan kottejimizning narxiga keladigan bo'lsak, $120 ming kelishadigan joyi bor. Bizlarni kuzatishda davom eting. Keyingi videolar bundan ham qiziq bo'ladi.